Yevropalik yetakchilarning ko'pchiligi Trampdan qo'rqib yoki uning ko'nglini olish uchun xushomad qilmoqda. Ularning aksariyati AQShning Erondagi urushini qo'llashga yo'q deyishga jur'at topolmayapti. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez esa AQSh zarbalarini ochiqchasiga tanqid qilib, Donald Trump boshlagan urush boylarning cho'ntagini qappaytirish uchun urush vosita ekanini aytdi va uning g'azabiga sabab bo'ldi. Bugun aslida AQShning ittifoqchisi bo'lsa-da urushga va Trampga yo'q deya olgan tarixning to'g'ri tomonidan turgan Pedro Sanchez haqida gaplashamiz. Ispaniya AQSh bilan muhim savdo va investitsiyaviy aloqalarga ega va NATO bo'yicha ittifoqchi hisoblanadi. AQSh Ispaniya janubidagi Rota va Moron shaharlarida yirik harbiy obyektlarga ham ega. Aynan ushbu bazalardan foydalanish masalasi so'nggi mojaroga sabab bo'ldi. Ispaniya hukumati ulardan Eron zarbalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida foydalanishni taqiqlab qo'ydi. Bundan g'azablangan AQSh prezidenti Donald Trump Ispaniya bilan savdo aloqalarini uzish hamda embargo bilan tahdid qildi. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez esa Trampning asabiy nutqidan keyin 24 soat o'tmay milliy televideniya orqali chiqish qilib urushga yo'q dedi. Sanchezning aytishicha, hujumni birinchi boshlaganlarning maqsadlari ham tushunarsiz. Ispaniyaning esa maqsadi aniq. Bu biz Ukraina va G'azoda ham egallagan o'sha pozitsiyadir. Tinch aholini himoya qiladigan xalqaro huquqning buzilishiga, dunyo o'z muammolarini faqat bombalar orqali hal qilishi mumkin degan qarashga va o'tmishdagi xatolarni takrorlashga yo'q deymiz. Qisqacha aytganda, Ispaniya hukumatining pozitsiyasini 3 so'z bilan ifodalash mumkin. Urushga yo'q deymiz. Bundan tashqari Sanchez Bush ma'muriyati oldin ham yevropaliklarni urushga tortganini eslatdi. 23 yil oldin AQShning boshqa bir ma'muriyati bizni Yaqin Sharqdagi urushga tortgandi. Nazariy jihatdan Saddam Husaynning ommaviy qirg'in qurollarini yo'q qilish, demokratiya olib kelish va global xavfsizlikni kafolatlash uchun olib borilayotgani aytilgan o'sha urush aslida ortga qarab xulosa qilinganda teskari natija berdi. Shu bilan birga u yana yetakchilarning burchi odamlar hayotini yaxshilash ekanini ta'kidlab, Trampga ishora qildi. O'z burchini bajara olmayotgan yetakchilarning o'z muvaffaqiyatsizliklarini yashirish va shu jarayonda bir necha kishi o'sha doimiy boylarning cho'ntagini qappaytirish uchun urush tutundan foydalanishi mutlaqo qabul qilinishi mumkin emas. Dunyo shifoxonalar qurishni to'xtatib, raketalar qurishni boshlaganida faqat o'sha boylar foyda ko'radi. Ispaniya bosh vaziri uning hukumati harbiy harakatlarni to'xtatish va ushbu urushni diplomatik yo'l bilan hal qilishni talab qilishda davom etishini aytdi. Men buni aniq aytmoqchiman, chunki talab qilish so'zi bu o'rinda to'g'ri so'zdir. Chunki Ispaniya Yevropa Ittifoqi, NATO va xalqaro hamjamiyatning to'laqonli a'zosidir. Va bu inqiroz bizga, yevropaliklarga va binobarin ispanlarga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun biz Amerika Qo'shma Shtatlari, Eron va Isroildan juda kech bo'lmasdan to'xtashni qat'iy talab qilishimiz kerak. Men buni ko'p marta aytganman va yana takrorlayman. Bir noqonuniylikka boshqa bir noqonuniylik bilan javob qaytarib bo'lmaydi. Chunki insoniyatning buyuk ofatlari aynan shundan boshlanadi. Sanchezning qo'shimcha qilishicha, Yevropa muvofiqlashtirilgan va haqiqatan ham samarali javob choralari ustida ishlamoqda. Shuningdek, ular unutmaslikka loyiq bo'lgan 2 nuqta: Ukraina va Falastinda adolatli va uzoq muddatli tinchlikka erishish uchun ishlashda davom etadi. Sanchez shu bilan birga uning xalqi Iroqdagi Saddam Husayn va Eronning hozirgi rejimlarini qo'llamasligini, balki xalqaro huquq tomonida ekanini qayd etdi. Ba'zilar bizni buni qilganimiz uchun soddalikda ayblashar, ammo asl soddalik zo'ravonlik yechim deb o'ylashdir. Demokratiya yoki davlatlararo hurmat vayronalar ichidan o'sib chiqadi deb ishonish soddalikdir. Yoki ko'r-ko'rona va quldek bo'ysunishni yetakchilikning bir shakli deb o'ylash soddalikdir. Aksincha, men bu pozitsiya umuman soddalik emas deb hisoblayman. U izchil pozitsiyadir va shuning uchun biz kimningdir qasosidan qo'rqib, dunyo uchun zararli bo'lgan, shuningdek bizning qadriyatlarimiz va manfaatlarimizga zid bo'lgan narsaga sherik bo'lmaymiz. Urush faqat sanoqli kishilarga foyda keltiradi. Tinchlik esa barchamizga foyda beradi. deya so'zlarini yakunladi Ispaniya bosh vaziri. Hozirgi kundagi asosiy ziddiyat AQShning Eronga qarshi harbiy amaliyotlari uchun Ispaniyadagi Rota va Moron harbiy bazalaridan foydalanish so'rovi bilan boshlandi. Pedro Sanchez hukumati ushbu operatsiyalar xalqaro huquqqa zid va mintaqani beqarorlashtiruvchi deb hisoblab,
AQSh samolyotlariga bazalardan foydalanishni rasman taqiqladi. Prezident Donald Tramp bu qarorni ittifoqchilik majburiyatlariga xiyonat deb atadi va Ispaniyani dahshatli ittifoqchi deb ta'rifladi. Ispaniyaning harbiy hamkorlikdan bosh tortishiga javoban Donald Tramp Ispaniya bilan barcha savdo aloqalarini to'xtatish va embargo joriy etish bilan tahdid qildi. U qo'shimcha qilib, agar xohlasak ularning bazasidan foydalanishimiz mumkin. Shunchaki uchib boramiz va foydalanamiz. Hech kim bizga foydalanma deya olmaydi, deydi. Keyinroq Oq uy o'zining savdo tahdidlari Ispaniyani AQSh harbiylari bilan hamkorlik qilishga majbur qilganini aytganida, bu da'vo ham tezda rad etildi. Tashqi ishlar vaziri Jose Manuel Alvarez Madridning yaqin sharqdagi urush va Eronning bombardimon qilinishi, shuningdek, bazalardan foydalanish borasidagi pozitsiyasi zarracha o'zgargani yo'qligini ma'lum qildi. Aslida Donald Trampning savdo embargosi haqidagi tahdidi amalda qo'llanishi qiyin, chunki Ispaniya Yevropa ittifoqi bojxona ittifoqi a'zosi. Ispaniyaga embargo qo'yish butun Yevropa bilan savdo urushini boshlash demakdir. Bundan tashqari Sanchez Grenlandiya, Xitoy bilan aloqalar hamda mudofaa xarajatlari kabi ko'plab masalalarda Donald Trampning g'ashiga tegishda davom etmoqda. Ispaniya bilan nima bo'layotganini tushunmayapman shekilli. Ular Tekinga sayohat qilmoqchi degandi Donald Tramp yanvar oyida. O'shanda Sanchez NATOning boshqa a'zolari kabi 2035-yilgacha mudofaa xarajatlarini yalpi ichki mahsulotning 5% gacha oshirishdan bosh tortgan. Men bosh vazir bo'lganimdan beri Ispaniya mudofaa xarajatlarini 3 baravar oshirdi deb javob berdi Sanchez. Donald Tramp Ispaniyaga nisbatan o'z tahdidlarini Germaniya kansleri Friedrich Merz bilan Oq uydagi uchrashuv chog'ida bildirdi. Merz esa indamay qarab turdi. Bu Yevropaning Tramp bilan munosabatlaridagi yana bir mushkul vaziyatidan dalolat edi. O'tgan yil davomida ko'plab Yevropa yetakchilari Donald Trampni xushomad va yon berishlar bilan tinchlantirishga harakat qilishdi. Shu bilan birga vaqti bilan qizil chiziqlarni, masalan, Grenlandiya masalasida belgilab qo'yishdi. NATO bosh kotibi Mark Rutte bir safar Tramp haqida "Dadamiz ba'zan qattiq tilda gapirishi kerak" deb uni ulug'lab yubordi. Bu safar gap Yevropa o'z hududidagi bazalardan AQShning Eronga qarshi zarbalari uchun foydalanishga ruxsat beradimi, yo'qmi degan masala ustida bormoqda. Donald Tramp Germaniya va Italiya bosh vaziri Giorgia Melonini hamkorlik uchun maqtagan. Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmerga nisbatan esa munosabat umuman boshqacha. Buyuk Britaniya dastlab Eronni bombardimon qilish uchun o'z bazalaridan foydalanish haqidagi Washington so'rovini rad etgan edi. Biroq keyinroq bosh vazir Keir Starmer AQShga mudofaa operatsiyalari uchun ruxsat berilishini aytdi. Bu yon berish Trampning nazarida unga ko'p foyda keltirmadi. Yevropa Ittifoqi komissiyasi va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron esa Ispaniya bilan birdamlik bildirdi. Ispaniya rasmiylari bir a'zo davlatga qilingan iqtisodiy bosim butun Yevropa Ittifoqiga qilingan tahdid ekanini ta'kidlab, Washingtonni xalqaro savdo qoidalarini hurmat qilishga chaqirdi. Sanchez uchun Tramp bilan janjallashish xavfli bo'lishi mumkin, ammo bu uning Mo'rt koalitsion hukumatiga markaziy chap qanot qo'llovini mustahkamlashda yordam ham berishi mumkin. Ipsos so'rovnomasi firmasi xodimi Kamas Garsiyaning ta'kidlashicha, Trampning Ispaniyadagi mashhurligi rekord darajada past. Fevral oyida o'tkazilgan so'rovnomaga ko'ra atigi 16%. Agar muxolifat Sanchezning pozitsiyasini qattiq tanqid qilsa, ular o'z saylovchilari ham rad etadigan AQSh prezidenti tomonida turgandek ko'rinib qolish xavfi bor. Iqtisodiy jihatdan Trampning Yevropaning 4-yirik iqtisodiyoti bo'lgan Ispaniyaga tahdidlari aytilganidek dahshatli bo'lmasligi mumkin. Ispaniya Yevropaning eng jonli iqtisodiyotlaridan biri bo'lib, uning tashqi savdosining atigi 5% AQSh bilan amalga oshiriladi. Biroq Ispaniya suyultirilgan tabiiy gaz ta'minotining katta qismi bo'yicha AQShga tayanadi. Yevropa ittifoqi esa kamsitishga uchragan har qanday a'zosini himoya qilishga majbur bo'ladi. Pedro Sanchezning Amerika ta'siriga dushmanligining yana bir jihati bor. Yillar davomida u va uning oilasi ijtimoiy tarmoqlarda haqoratlar nishoni bo'lib kelgan. U AQSh texnologik kompaniyalarini nafratli nuqtalarga qarshi yetarli darajada kurashmayotganlikda ayblab keladi.